Assalomu alaykum hammaga. Ismim Muhammad Ali, RMG kompaniyasida ishlaymiz. Bizning ofisimizda shunday yo'l nariyog'ida, qo'shni degan bo'ladi. Men endi o'zim proyekt menejer, sales menejer lavozimida ishlayman. Lekin yana o'zimni ham shu biznes ochish niyatim bor. Mana shuncha yonimizda kursdoshlarimiz biznes egalari. Birinchi navbatda menga shu network, ularning duxi, ularning fikri menga muhim edi. O'shaning uchun keldim. Shu 1,5 oy davomida hamma o'tgan darslarimizdan to'g'risini aytaman, maza qildim. Duxim oshdi. Endi bu yoqqa Xudo xolasa bemalol hamma olgan bilimlarimni birlashtirgan holda bemalol o'zim Xudo xolasa biznes boshlay olaman degan niyatim bor. Endi insightlarga keladigan bo'lsa, insightlar juda ham ko'p. Lekin hozir mana shu dars boshlab olib o'sha tatbiq qilganim birinchi navbatda vaqtni, pulni to'g'ri taqsimlashimizda bo'lyapti. Keyin eng men qo'yadigan raqam ko'pincha rasxodni juda yaxshi ko'rardim. Ko'p tatbiq qilayotgan insight'im hozir must have, nice have. Bu menga narsa kerakmi o'zi? Buning uchun menga muhimmi? Darajasini belgilab, o'sha hammasini tatbiq qilaman. Boshlagan paytimdagi Muhammad Ali bilan hozirgi Muhammad Alining to'g'risini aytaman, ancha farqi bor hozir. Alloh rozi bo'lsin ustoz. Men kelib maza qildim, olgan bilimlarimizga rozimiz, Alloh rozi bo'lsin.